Hammaga salom. Bugun sizlar bilan TikTokda pul ishlab bo'ladimi, yo'qmi? Shu haqida gaplashamiz. Ha, albatta TikTokda pul ishlab bo'ladi. Ko'pchilik faqat TikTokda efir qilsa, efirda sovg'alar berishini hisobiga pul ishlaydi deb o'ylar ekan, lekin bu xato. TikTokda nafaqat efirdan, balki YouTube kabi monetizatsiyadan pul ishlasa bo'ladi. Ya'ni qo'ygan videoyingizni prosmotriga qarab, ya'ni ko'rishlar soniga qarab sizga TikTok pul to'laydi. Kelinglar buni o'zlaringni ko'zlaring bilan ko'rasizlar, kirib ko'rsataman. Buning uchun birinchi o'rinda biz VPN yoqib olamiz. Bilasizlar, O'zbekistonda TikTok bloklangan, shuning uchun VPN bilan kirish kerak. Buning uchun o'zim shu VPN ishlataman, ya'ni eng qulay shu. Bu joydan xohlagan stransani tanlaymiz va TikTokga kiramiz. TikTokga kirganimizda tepada 3 ta chiziqchani ustiga bosamiz va TikTok Studioga o'tamiz. Bu kanalda ochganimga ko'p bo'lmadi. Xo'p, bu joyda ko'rishingiz mumkin, ijodkorlar uchun mukofot dasturi bor. Ya'ni bu monetizatsiya orqali qo'ygan videoyingizni prosmotriga pul to'lash bo'limi. Bundan tashqari boshqa pul ishlaydigan yo'nalishlar ham bor. Ya'ni pastda ko'rganingizdek ijodkorlar bilan ishlash, ya'ni TikTok Shopda pul ishlasangiz bo'ladi. Bularning eng zo'ri ijodkorlar uchun mukofot dasturi bor, ya'ni o'sha monetizatsiya orqali. Bu yerga kirganimizda o'zini shartlari bor, ya'ni YouTube'da bilsangiz 1000 ta obunachi bo'lishingiz kerak, 4000 soat yig'ishingiz kerak, shundan keyingina sizda monetizatsiya yonadi. Bunda ham shunaqa. Birinchi sharti 18 yoshda bo'lishingiz kerak, 18 yoshdan oshgan bo'lishi kerak yoshingiz. Kamida 10,000 ta obunachingiz bo'lishi kerak. Ikkinchi sharti, uchinchi sharti oxirgi oy, ya'ni oxirgi 30 kun ichida 100,000 marta videoyingiz ko'rilgan bo'lishi kerak. Shu shartlarni bajarsangizgina monetizatsiyani yoqa olasiz. Shu shartlarni bajarasiz va xohlagancha pul ishlashingiz mumkin. Bu keyingi pul ishlashlaringiz faqat prosmotriga bo'ladi. Ya'ni ko'rilgan soniga qarab, har xil davlatdan, har xil davlatga qarab pul o'zgaradi buni. Xo'p, shu 3 ta shartni bajarganingizdan so'ng sizda ham monetizatsiya bo'limi ochiladi va shunaqangi daromad qilsangiz bo'ladi. Siz oddiy akkaunt ochsangiz, bunaqangi monetizatsiya bo'limi mavjud bo'lmaydi. Buni o'zini sir asrorlari bor. Uni ham отдельный video qilishga to'g'ri keladi. Agar shu videomiz 500 ta like yig'sa, keyingi videomiz shu TikTok akkauntni monetizatsiyali qilib ochish haqida bo'ladi. Buni ko'pchilik bilmagani uchun bu TikTok akkaunt, ya'ni monetizatsiyasi ochilgan TikTok akkauntni 50,000 so'mdan 300,000 so'mgacha sotishayotganlarni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Siz ham shunaqangi monetizatsiyali akkaunt ochishni xohlasangiz, shu videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi video shunaqa pul ishlaydigan akkaunt haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.